Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun sizlarga o'sha va'da qilingan Fibonacci strategiyasini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Biz avvalambor nimalarga ahamiyat berishimiz kerak va nimalarni kutishimiz kerak, shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Avvalambor bizga H4 time frame kerak bo'ladi. Albatta H4 time frame'da ya'ni shumkam va zonalar aniq ko'rinadi. Shuning uchun biz H4 time frame'dan nima desam bo'ladi, ya'ni zonalarni ko'rib olsak bo'ladi. Ya'ni o'sha YouTube kanalimizda esingizda bo'lsa support and resistance, ya'ni resistance and support zonalar haqida ma'lumot bergandik. Ana shu zonalardan Fibonacci'ni qanaqa qilib to'g'ri ishlashni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, avvalambor bizga H4 time frame kerak va H4 time frame ochib olamiz. Mana bu yerda anaqa yonib qolibdi menda. Shuni chiqib ketaman. Xo'p, demak boshlaymiz. Xo'p, demak biz qiladigan ishimiz kelinglar hozir sizlar bilan mana bu holatni ko'rib chiqamiz, ya'ni qayerida Fibonacci tortishimiz kerak, qayerida yo'q, sizlar bilan buni gaplashamiz. Ya'ni bizda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu yerda bizda nima bor? Mana bu holatda olsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizda e'tibor bergan bo'lsanglar, support break, ya'ni support zonamizni, qarshilik zonamizni buzib o'tib, H4 time frame pastda yopilib va shu zonaga retest qilgan holatni ko'rishimiz mumkin. Endi bu holatda nima qilishimiz mumkin? Mana shu zonani belgilab olganimizdan keyin kelinglar mana bu anaqani yoqamiz. Ya'ni mana bu zonadan ko'rib chiqamiz. Ya'ni xuddi mana bu holatni zonaga o'chirib tashlaymiz mana. Xo'p, mana bu holatda. Endi biz qiladigan ishimiz ya'ni mana shu zonaga kelish kerak. Ya'ni bu endi avtomatik nima? Bizda sell zonaga aylangani uchun mana bu yerda endi bizda M5 time frame ga qo'yib olamiz va M15 time frame mana shu zonaga kelib, ya'ni bizga Fibonacci bo'yicha yo'nalish berishini kutib turishimiz kerak bo'ladi. Hozir men anaqani yoqaman. Xo'p, ketdik, kutamiz. Xo'p, sekin-asta zonamizga harakatlanyapti. Avvalambor buni kutish kerak bo'ladi. Sabr qilib, ya'ni mana bu o'rtadan savdoga kirish maslahat bermayman hech qachon. Imkon qadar zonalarni tutishni maslahat beraman. Ya'ni o'sha sell zonangizga borganda sellga qiziqasiz, buy zonaga, ya'ni pastki zonaga kelganda, support zonaga kelganda обязательно buyga qiziqasiz. Hozir mana sell zonamizga yetib keldi. Kutamiz, nima holat bo'ladi. Ya'ni bizni kutadigan vaziyat, bizga struktura berish kerak. Ya'ni mana bu holatda chiqib, ya'ni trend liniyamiz обязательно buzilishi kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, sekin struktura berishga harakat qilyapti. Endi bu qachon beradi, qachon yo'q. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, hop, pauza qilamiz. Bo'ldi, pauza. Xo'p, mana bu holatdagi Fibonacci tortib olgan, Fibonacci deyman, trend liniya tortib olgan bo'lsangiz, ya'ni mana bu trend, misol sizga trend yordam keladi va nima qilasiz? Mana bu yerda oxirgi minimum hosil qilganda siz уже mana shu minimumni hisobga olasiz va keyingi minimum qanday yopilishini kutasiz va e'tibor bergan bo'lsangiz, tushib mana shu holatda mana shu minimumni zonamizni nima qilgan? Buzib pastda yopilgan. Endi mana shu holatda davay orqa qaytarib ko'rsatib beraman sizlarga. Tak, hozir mana bu holatda qilamiz. Hop, mana shu holatda ko'rishingiz mumkin. Nima bo'ldi? Bizda minimum yangilandi. Endi biz shu holatda tezda Fibonacci'ni olib, sham yopilishi bilan bir urovingni oxirgi maksimumga, minimumga 0 urovingni esa nima qilamiz? Oxirgi o'sha maksimumga qo'yib olamiz va bizda zona kelib chiqadi, ya'ni 0.50-236 zonani sell zona qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu zonaga kirganda biz sell pozitsiya ochishimiz mumkin bo'ladi. Bizda stop loss esa har doimgidek nima? Kechirasizlar. Har doimgidek 30 pips yuqorida bo'ladi. Mana bu holatda, ya'ni mana shu zonadan hisoblaganda 30 pips va bizning take profitimiz birinchisi, ya'ni ishonchli, ya'ni aniqroq zona bu mana bu 1 urvin va 1618 zona biz uchun take profit hisoblanadi. Endi kutamiz nima holat bo'ladi. Hop, zonaga kelishni kutamiz. Hop, mana zonamizga kirdi. Va men bitta sell ochaman.
ozgina kech qoldim, ya'ni 0.10 yoki davay 1 lot ochamiz. 1 lot. Hoppa, ketdik. Endi kutamiz. Play'ni bosamiz. Qani qaysi zonamizgacha kelib berar ekan. Hop, birinchi take profitimiz urdi. Va ikkinchi take profitimiz ham e'tibor bergan bo'lsanglar, urib orqasiga qaytyapti. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, ya'ni mana shu zonamizdan, mana bu zonadan hisoblaganda ham shu ko'rib turibsizlar 200 pips bozor harakatlandi. Bu juda ham chiroyli kirish hisoblanadi jigarlar. Endi xo'p, biz qiladigan ishimiz endi yana yangi struktura, ya'ni yangi strukturani kutamiz. O'sha bizda take profit bor, biz o'sha 200 pips take profit oldik, ya'ni 300 pipsga yaqin take profitimiz bor. O'sha kunni yakunlasak ham bo'ladi, chunki ko'p savdo qilmam bo'lmaydi. Ya'ni mana shuni holatlar ko'rib, agar shotingiz yaxshigina bo'lsa, $1000 ga 0 o'rnagan zonani ochadigan bo'lsangiz, ko'rib turibsiz, sizga 200 pips harakatlanyapti, o'sha bu $250-200 foydada degani. Ya'ni kunni bemalol foydada yakunlasangiz bo'ladi. Pozitsiyani yopamiz. Xo'p, endi H4 ga qo'yib olamiz. Bizda qaytaruvchi zona, ya'ni support zonamiz qayerda bo'lishi mumkin? Davay mana bu zonalarni biz support zona qilib olishimiz mumkin. Mana qilib belgilab olamiz. Agar kelsa, mana shu yerdan bayga qiziqib ko'ramiz. Fibonacci'ni o'chirib tashlaymiz. Bizda mana bu yerda support zona bor. Support bor. M15 ga qo'yib olamiz va mana shu zonaga kelishini nima qilamiz? Kutishimiz kerak bo'ladi. Play bosamiz. Bizga hozircha mana e'tibor bergan bo'lsanglar, sekin struktura yasab kelyapti, ya'ni trendni tortib olamiz. Mana bu holatda, men misol uchun deylik, mana shu holatda trendni tortib oladigan bo'lsak, bizga mana shu holat buzilishi kerak bo'ladi. Play bosamiz. Xo'p, zonamizga keldi. Shoshilmaymiz bayga kirishga, shoshilmaymiz. Ko'rib turibsizlar, agar to'g'ridan-to'g'ri bayga kirib ketadigan bo'lsak, bizni mana bunaqa qilib stopimizni olib ketib olish ehtimoli bor. Shuning uchun bunaqa holatlarda ya'ni sabr qilish kerak bo'ladi. Hop, sekin struktura beryapti, sabr qilamiz. Hop, mana bu holatda, ya'ni bu support zona bo'lgancha bizga oxirgi chiroyliroq maksimum buzib berishga e'tibor beramiz. Mana bu yerda, ya'ni maksimumlar to'g'ri yangilandi. Endi mana bu holatda shamga qo'ya olayman. Sham. Xo'p, sham. Fibonacci'ni tortib ko'ramiz. Mana bu holatda. Xo'p, bizda nima bor? 0.50 va 0.236 zonani buy zona qilib olsak bo'ladi va bizda take profitlar ko'rib turibsizlar. Ya'ni mana bu holatda. Mana bu holatda stop loss va take profitlarimiz aniq. Birinchi take profitimiz bizda har doimgidek 1 urovень, ikkinchisi esa 0 urovень. 618 zona. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu holatda birinchi take profitimiz o'zi, ya'ni mana bu 0.50 zonamiz kelib urib bergan ekan. Ko'rdinglarmi? Mana o'sha 200 pipscha harakatlangan. Mayli, dal kutamiz, nima bo'ladi? Nima holat? Ikkinchi take profitimiz ham urib beradimi yoki yo'q? Kutamiz. Xo'p, birinchi take profitimiz yana bir marta urdi. Xo'p, zonamizga to'liq kirdi. Kutamiz. Hoppa. Stop lossimizni olishga harakat qilyapti bozor. Kutamiz sabr bilan. Hoppa. Ozgina yetmasdan orqasiga qaytdi, lekin yana ozgina kutsak ham bo'ladi. Balkim bezubitga qilib qo'ygan bo'lsak agar, balkim to'liqroq, ya'ni qo'ygan joyimizgacha borish ehtimoli bor. Hop, sabr bilan kutamiz. Hoppa. Bu juda ham chiroyli yurish bo'ldi. Hozir ko'rdinglar. E'tibor beringlar, stop lossimizni olishga harakat qildi. Bozor ozgina bizni qo'rqitdi. Zonamizdan tashqari chiqib, lekin bizda stop loss har doim pastki qismida, ya'ni bu holatda albatta mana bu zonalarda kelsa, agar keladigan bo'lsa, mana bu holatda u stopimizni olib ketib qolishi mumkin edi. Lekin ko'rib turibsiz, stopimizni olmasdan bozor ya'ni nima qildi? Chiroylikkina bo'lib, ya'ni